Men yaşayotgan hayot, men yashashni orzu qilgan hayot emas ekan. Men azonni anglab etib, tizlarimning titrab ketayotganligini his qildim. Qur'on o'qiydim, yig'laydim. Ko'z yoshlarim to'kilishga boshladi. İsmim Susan Nahiddi. Chicago'nun 500 kişilik nüfusga ega kichik bir yezisida tug'ildim. Biz 6 bir tuqqan. Men balalarning eng kichigi. Oilam o'ttir tabiqidagi bir oila. Dadam qurilish ishchisi. Bizning 80 mo etizimiz bor edi. Biz dam olish kunlarimizni va oqshomlarimizni etizimizda ishlash bilan o'tkazatdik. Oilam e'tiqod qilayotgandan mahkam esilgan kishilardan edi. Ya'ni xeyli o'bdala taqvodor bir oila edik. Ailem faqat yakshanba kuni chirkovga berib kelish bilan bo'ldi qilib qolmaydi. Hatto ota-onam dinimizga aloqador o'rganishlarimizni alohida qo'llaydi. Masalan, hafta ichida Injilni o'qib takror qilardik. Eng ko'ni aslamlarimdan biri 3 yoshimdan boshlab chirkovdagi faoliyatlarga qatnashishim edi. Men cho'ng bo'lgan sari shuni his qilib yetdimki, men yashayotgan hayot, men yashashni orzu qilgan hayot emas ekan. Daim bir shaharlik qiz bo'lishni orzu qilardim. Va bu orzuyimni amalga oshirish uchun nihoyat tirishqan bo'ldim. Onam bizni har hafta kutubxonaga olib borardi. Shu orqali men dinimga munosabatli kitoblardan boshqa kitoblarni o'qishga boshladim. Masalan, Osiyo va Yevropa haqidagi kitoblarni. Mening eng yaxshi ko'rgan kitoblarimdan biri Hindistonlik Nansi Sestra degan kitob edi. Men kitobxumor bir qiz edim. Haftada 10-12-13 parcha kitob o'qiydim. Va yangi kitoblarni elish uchun shanba kunlari kutubxonaga oilam bilan kelatdim. Kunlarim mana shundoq o'tadi. U vaqtlarda mendan 12 yosh cho'ng ocham oliy maktabni bitirib uyga qaytgan edi. Men uning kitoblari qachlangan yechikni ochdim. U vaqtlarda taxminan 12 yoshlarda edim. Ochamning kitoblar orasidan Malcolm leksiyasining tarjimaholi degan kitobni ilib o'qib chiqdim. Bu kitob mening islom va musulmon haqida tunji qitim o'qigan kitobim edi. Shuni ta'kidlab o'tgim keldi, islom haqida haqiqatan hech narsa bilmaydim. Islom men yashagan hayotdan nihoyat yiroq edi. U kitob haqiqatan mening diqqatimni tortgan edi. Ammo kitobni o'qib tugatgandan keyin ikkinchi qitim u kitobni ichib baxmadim, hamda u haqida qayta o'ylanmadim. To'liq o'rta maktabni bitirgandan keyin oliy maktabni shaharda o'qishga boshladim. Men o'qigan oliy maktab bir diniy oliy maktab edi. Ya'ni Illinois daryo o'rmonligiga joylashgan Concordia universiteti edi. Men Lutheran, ya'ni Injilga zid bo'lgan boshqa odatlarga qarshi turadigan o'qituvchilik bo'limida o'qidim. Bu bo'limdagi darslarim ikki xil edi. Bir tarafdan diniy bilimlardan dars olardim. Yana bir tarafdan har kun atigan soat 10 da chirkovda xizmatimiz boshlanadi. Chirkov janglarining chelinishi bilan darslarni to'xtatib, hammamiz chirkovga borardik. Ular o'qituvchilarning bu programma orqali nurg'un tajribaga ega bo'lganligini aytadi. Men bo'sh vaqtlarimni maktabdagi til tajribaxonasida o'tkazishga boshladim. Maktabda bir ingliz tili bo'limi bor edi. Dunyoning har tarafidan kelgan o'quvchilar u yerda inglizcha o'rganadi. Mundaq chiqib aytganda, mening islom dini bilan ikkinchi qatim uchrashishim inglizcha bo'limidagi o'quvchilar orqali bo'lgan edi. Mana bu joy mening islom bilan bo'lgan munosabatim boshlangan joy desam bo'ladi. Ular mendan chirkovda nimalarni qilganligimni va u yerdagi faoliyatlar haqida so'rashadi. Biz din va ikki din o'rtasidagi o'xshash va farqlar haqida munozaralashdik. Biz diniy darslar qatorida dunyo dinlari darsiga qatnashatdik. Darsda yahudiylik, bahoiylik va islom qatorliq dinlarni o'rganatdik. Maqola yozish topshiriq uchun til bilimidagi savodoshlarimning ta'siri bilan islom dini temasini tanladim. Ularning ichidagi qatorliq bir qizdan islom haqida ma'lumotlarga ega bo'lish uchun masjidga borganligimni va yig'liqqa bosib berib turishimni o'tindim. Ammo u yig'liqining yo'qligini aytdi. Chunki u hijobsiz bir qiz edi. Keyin suriyalik bir qiz menga namozlik kiyimini berdi. Men uning uzun yig'liqini beshimga otdim. 45 minutlik musobadan keyin maktabimga eng yaqin masjidga yetib keldim. Munzar ismli bir qarindishimiz juma namozi uchun azon o'qiyotdi. Men azonni anglab etib, tizlarimning titrab ketayotganligini his qildim.
Аңлаватқанымның hayatımda мен ehtiyoj bo'layotgan bo'shliqning o'z ekanligini his qildim. Juma namozdan keyin saboqdoshlarim kutubxonadagi odam bilan paranglashib beqishim uchun meni qoyil qildi. Ular meni qo'limda liqqiri kitob ko'tarib olgan holatimda qaytganimni ko'rib xursand bo'lishgan edi. Men faqat Qur'onni emas, Qur'onning tarjimasiga qo'shib islom dini va uningga markazlashish, Injil, Qur'on va bilim nomli kitoblarni elib olgan edim. Men bu kitoblarni o'qishga boshladim. Bir kuni maktabda Qur'on Karimni o'qishni boshladim. Juma kuni boshlab dushanba kuni atiganga qadar davomlashtiribdim. Uxlamagan edim. Qur'on o'qiydim, yig'laydim, o'qiydim, yig'laydim. Va Allohga menga yo'l ko'rsatishini, qaysining to'g'ri, qaysining xato ekanligini menga bildirib qo'yish uchun duo qilatdim. Bu vaqtlarda xristianlikdagi diniy darslarim men uchun qiyin bilinishga boshladi. Maktabdagi darslarimning ichida ahdi qadam va ahdi jadid darslarimiz bor edi. Men o'qituvchilarimga savol qo'yishga boshlagan edim. Eng yaxshi eslaydigan munozirlardan biri dars o'tayotgan professor bilan hijoblanish haqida qilingan munoziramiz edi. Chunki hijoblanish Injilning Yunon tiliga tarjima qilingan nusxasida bor edi. Bir ayolning hayotida qilgan har bir ish harakatining ibodat ekanligi yozilgan edi. Shuning uchun hijoblanish kerak edi. Yana kelib mening 10 yosh vaqtimda sinfdagi bir saboqdoshimning velosipeddan yiqilib tushib o'lib ketganligi va jinozasi uchun katolik chirkavga borganimiz esimda. U yerga yog'lig'im yo'q kiramagan edim. Shuning uchun professordan mundaq so'radim. Agar qilayotgan ishimizning hammasi ibodat bo'lsa, biz nimishqa hijoblanmaymiz? Bunaga javoban professor, bular tarixda qoldi, qadimgi e'tiqodlar. Hozir bularni qilishdan hojat yo'q. Bu ishlar o'tib ketgil uzun bo'ldi dedi. Men ular Injilda yozilgan tursa, siz bizga Injilni Tangrining so'zi va uni o'zgartirishga bo'lmaydiganligini aytgan tursangiz, dedim. Professor darsdan keyin paranglashayli deb so'zini to'xtatdi. Keyin u meni imtihondan o'tkazmay sinib qoldirgan bo'ldi. Bu men uchun ansirgudek ish emas edi. Chunki men haqiqatni tushungan edim. Yana dunyoning har tarafidan kelgan saboqdoshlarimning yordam bilan bir kuni hozirgi yo'ldoshim bilan uchrashdim. U menga agar men haqiqatan islomni o'rganishni xohlasam, Chikagodagi bir qarindishining bir do'sti borligini va u do'stining ayolining keyin musulmon bo'lgan ayol ekanligini aytib, uning bilan paranglashib beqishimni tavsiya qildi. Shuning bilan men u qiz, ya'ni Noel bilan tanishdim. U kanadalik bir tish doktori edi. Onun bilan ko'rishganda, uning islom bilan qanday tanishib, qanday musulmon bo'lganligi haqida paranglashdik. Parangdan keyin u meni ma'lum bir dars gruppasiga qo'shilishimni tavsiya qildi. U dars gruppasi Sudanlik bir ayol tarafidan qurilgan edi. U ayol yo'ldoshi bilan Azhar universitetida o'qigan, ammo ayol bo'lganligi tufayli diplom ololmagan ekan. Ochiq chiqib aytganda, yo'ldoshi bilan o'xshash saviyada tirishib o'qiganiga qaramasdan yanala diplom ololmagan. Bu gruppadagi qarindoshlar bilan har haftada uchrashdik va mushu holat 6 oy davom qildi. Keyin menga kelgusida yo'ldoshim bo'lgan kishi telefon qildi va nemishlar bilan bo'layotganligimni so'radi. Uningga javoban, mening ahvolim shu bilginingizdek, boshqa o'zgarish yo'q dedim. U mendan islom haqida qanday o'yga kelganligimni so'radi. Men islomni tushunib yetdim va qabul qildim deb javob berdim. Javobimni anglagandan keyin u menga, "Undaqda islomda muhabbatlashish deydigan bir narsa yo'q, buni bilasiz. Hem ikkimiz do'stmi bo'lolmaymiz. Shun agar qabul qilsangiz, men bilan to'y qiling. Agar qabul qilmasangiz, bundan keyin paranglashmayli" dedi. Men uning javoban, "Bo'ladi, to'y qilayli" dedim. Va oliy maktabning 2-yilligining oxirgi mavsumida biz to'y qildik. Hozir yo'ldoshim bilan to'y qilganimizga 36 yil bo'ldi. Alhamdulillah, turmushimiz go'zal bir shaklda davomlashyapti. Ammo to'y qilish taklifi hikoyalardagidek go'zal bo'lmagan edi. Men shu vaqtda shahodat keltirib, islomga to'liq kirishni xohladim. Chunki men bu yigitni bir oila qurish uchun munosabatimizning go'zal bo'lishiga ko'zim yetganligi uchun tanlaganligimni biletdim. Lekin yo'ldoshim menga bundaq tez qaror chiqarmasligimni, bu yangi hayotimda o'xshamagan nurg'un masalalarga duch kelganligimni aytib, o'ylanib andin bir qarorga kelishimni, vaqti kelganda Allohning men uchun hamma ishlarimni osonlashtirib beradiganligiga ishonganligini aytdi. Men nima o'ylayotganimni bilmaydim. Chunki bu yangi qarorni chiqargandan keyin nihoyat hayajonlanib ketgan edimki, yangilik ustiga yangilik.
munosabatimizning yengiligi, dinimning yengiligi, yana meni kutib turgan nurg'un yangiliklar. Shuning uchun yo'ldishim menga aldirab qaror chiqamay o'ylanib beqishimni va kutib beqishimni aytgan edi. O'ylab baxsam, bu menga bir yaxshi tavsiya bo'pti ekan. Shunday qilib bir mezgildan keyin musulmon bo'lib, bu tanlashning haqiqatan faqat va faqat mening qalbimning tanlash ekanligini his qildim. Keyin men parchamal setish o'rinda kiyim-kechak sotadigan do'konda yordamchi bo'lib ishga tushdim. Bir kun kechda yo'ldishimga telefon qildim. Shu vaqtda u xizmat o'rinda edi. Men unga shahodat keltirib musulmon bo'lishni xohlaydiganligimni aytdim. U qanday qilishim kerakligini bilmaydiganligini aytdi. Balkim bilishingiz mumkin, ko'chmanlar keyin musulmon bo'lganlarni va ularning ahvolini bak bilib ketmaydi. U menga Jamol ustozga telefon qilishimni, uning bilan telefonda paranglashib, qanday qilishim kerakligi haqida so'rashimni aytdi. Shuning bilan Islom markaziga telefon qilib, u ustoz bilan paranglashdim. Maqsad muddoimni bir qator aytib chiqqandan keyin u menga faqat ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu anna Muhammadan abduhu va rasuluhu deb shahodat keltirishimni aytdi. Shahodat keltirgandan keyin mana endi musulmon bo'ldingiz. Mana mushunchalik ish dedi. Ko'z yoshlarim to'kilishga boshladi. Keyin qayta yo'ldishimga telefon qildim. Musulmon bo'lganligimni aytdim. Haqiqatan tasvirligisiz bir kayfiyat edi. Keyin men yo'ldishimning men qanday yordam qilishini bilmaydiganligini o'yladim. Lekin mening yanala Islom va uning markazlashish degan kitoblarga o'xshash qimmatli materiallarim bor edi. Men tamg'i bir taxtay astım va uningga kichik qilib namoz harakatlarini sizib chiqdim. Namoz o'qigan vaqtimda namozda o'qiladigan so'rlarni arabcha o'qiy olishim uchun jumlalarning o'qilishini latincha harflar bilan yozib, uni joynamozning ustiga joylashtirdim. Namoz o'qishni o'rganish uchun 3 oy tayyorlagan materiallarimdan foydalangan edim. Bu vaqtlarda albatta yo'ldishim menga yordam qildi. Fursat topsa, men imom bo'lib namoz o'qidi. Shahodat keltirib musulmon bo'lgan kunimning ertasi hijoblanib xizmat o'rnimga kelganimda nihoyat cho'ng o'zgarish bo'lgan edi. U vaqtlarda hijoblanishni to'g'ri deb qaramaydi. Bu 1984-85 yillar edi. Albatta, hijob amerikaliklar tarafidan qabul qilinish intayin qiyin bo'lgan bir ish edi. Mening Amerikadagi italiyalik boshlig'im mening bu holatimni ko'rib, agar davomli mush holatda yurishni qaror qilgan bo'lsam, qayerdan kelgan bo'lsam shu yerga ketishimni aytdi. Men uningga "Nihoyat shaxsiyat ekansiz. Agar sizmi mush gapingizda ching tursangiz, sizmi yurtingiz Italiyaga qaytib keting" dedim. Bir-birimizga yo'l qo'ymaganligimizga ko'z yetgan boshlig'im oxiri bo'ldi qildi. Men u yerda musulmon holatda xizmatimni davomlashtirdim. Ammo ular meni xeyli qiynagan edi. İşimni joyida qilolmaganligimni, kishilarning meni ko'rib qo'qqindan do'konga kirib savdo setiq qilishdan voz kechib ketayotganligini va men sababli savdosining yaxshi bo'lmayotganligini aytqila turdi. Men ular bilan talash-tartish qilib, o'zimning va ularning ishlarini qiyinlashtirishning o'rniga istifa berib, boshqa bir ishga o'rinlashish qaroriga keldim. Uzoq o'tmay biz Hindistonga ko'chib ketdik. U yerda yo'ldishimning yordami bilan bir islomiy vaqtida xizmatga tushdim. U yerda 11 yil xizmat qildim. Bu jarayonda 2 bolamni tug'ib 3-chisiga qo'rsoq ko'tardim. Bu yerda islomiy bir shaklda xalqaro leksiyalarni o'rinlashtirdik. Bu Amerikadagi musulmonlarga nisbatan eng chong leksiya hisoblanadi. Men bu yerda xizmat qilish jarayonida haqiqatan qaltis kishilar bilan tanishdim. Leksiyalarni o'rinlashtirish jarayonida Mir Muhammad bilan, Muhammad Ali va uning ayoli Lonya bilan tanishdim. Ular haqiqatan qobiliyatli insonlar edi. Men yana bu yerda tanliq ustozlar bilan yuz ko'rishdim. Bir leksiyada Zeynab Rosaliya bilan ko'rishdim. Kanadalik Jamal Badavi u vaqtlarda doim islom markazida yuratdi. Men yengila musulmon bo'lgan vaqtlarimda intayin yaxshi ustozlar bilan nurg'un qitim ko'rish fursatim bo'ldi. Bu men uchun tepilg'isiz bir fursat edi. Hozir yo'ldishim bilan o'tirib o'tmishni eslaganimizda Allohning bizga ato qilgan katta ne'matini qaytadan his qilib yetgandek bo'lamiz. Ammo u vaqtda duch kelgan ba'zi qiyinchiliklarim mening bugunimni barpo qilishimga turtki bo'lgan edi. Kishilar mendan Turkiyaga qanday bo'lib kelib qolganligimni so'rashidi. U chiqib aytganda o'qituvchi bo'lish uchun bilim oshirayotdim. Chunki oliy maktabdan ayrilgandan keyin o'qishimni davomlashtirishga fursatim bo'lmagan edi. Ammo o'qituvchi bo'lish orzuyimdan voz kechmagan edim. Bolalarim boshlang'ich maktabga kirganda Hindistonda kichik bir islomiy jamoat bor edi.
U yerda qartillik Amerikalik bir imom bor bo'lib, uning ayoli va urug' tuqqanlarining eng chong arzusi bolalarni islomiy bir muhitda tarbiyalash edi. Shuning uchun ular bek tirishadi. Ayollar juma namozidan keyin tayyorlab olgan sandvichlarni setib, tamoqqa zakos oladi. Ularning bu yerga bir maktab etish arzusi bor edi. Bu tirishchanlikning natijasida oxir Hindistonda Masjidi Fajr ismli butun kunlik sistemli bir maktab ochildi. Men u yerda o'qituvchilik qilishga boshladim. Oliy maktabda o'qiyotgan vaqtimda 2 yil asos fanlardan dars olgan edim. Shuning uchun bu yerda 3-4 sinflarga dars berdim. O'quvchilarimning biri o'zimning qizi edi. Maktabga borib berish imkoniyatim bor edi. Maktabda ibodatlarimizni ko'ngildagidek qila oldik. Biz Amerikada islomiy kimligimizning taraqqiyoti uchun ko'p kuch chiqargan bir jamoat edik. Yo'ldishimning xizmat sababi tufayli Hindistondan ayrilib, Dallas, Texasga ketdik. Dallasda inglizcha va adabiyot darslarida o'qituvchilik qildim. Keyin maktab mudiri mendan oliy maktabdagi o'qishimni davomlashtirib, maktabimni bitirib olishimni xohlaydiganligini aytdi. Shuning bilan 12-13 yil o'qituvchilik qilgandan keyin o'g'lim o'qiyotgan maktabga qaytib keldim. Buningdan 10 yil burun o'qigan maktabimga o'xshamagan fikrlarga ega bo'lgan, to'xtalgan bir ayol holatida kelgan edim. Ba'zi o'quvchilar bu yerga kelishimni aqliga sig'dira olmagan edi. Tasavvur qila olishingiz mumkin. Qur'onga yetgan bolalari bilan birlikda o'qish uchun kelgan musulmon bir ayol. Bu vaqtda qizim tunji bolasini tuqqan edi. Bilginingizdak, men o'qishni davomlashtirish uchun oliy maktabga kirganimda javo'n bo'lib qolgan edim. Yana bir tarafdan o'ylaganda bu nihoyat yaxshi bir fursat edi. Mendek o'xshamagan ko'z qarashlar bilan to'xtalgan bir ayolning yoshlar orasida bo'lishimning o'zi ularni beyarim qildiganligini his qildim. Men buning musulmon bir ayol bo'lish sifatim bilan ularga yaxshi ta'sir qoldirish uchun tepilg'isiz bir fursat ekanligini o'yladim. Shuning bilan men ularning erlarning orasida doim bilimsiz qilish kerak degan ideyasiga qarshi o'qishni to'xtatmaslik va jamiyatga bir kishilik tuhfasini qo'shish kerakligini va bu yo'lda kurash qilishni hargiz to'xtatib qo'ymaslikning qanday bo'lganligini ko'rsatib qo'ydim. Bu yerda o'qishimni oxirlashtirgandan keyin yana o'qituvchilik qilishni davomlashtirdim. Men u yerda o'qiyotganimda 2 qatim turk professorining darsiga qatnashish fursatim bo'ldi. U Osmanlı tarixi bölümünü Harvard Üniversitesida o'qigan. Nihoyat bilimli bir professor edi. Men birinchi qatim uning Osmanlı tarixi va 2 darsiga qatnashdim. Ikkinchi qatim bo'lsa uning Ibn Battutaning islom dunyosini aylanib chiqishi degan temadagi darsiga kirdim. Bu darslar menga dunyoning men azaldan bilmaydigan bir qism yerlarining ishigini ochgan edi. Bir mezgildan keyin Suriya inqilobi sababidan yo'ldishim Suriyada qarshi tarafdagi hukumatning raisligiga tayinlandi. U hozir Istanbulda xizmat qilyapti. U avval Suriyada, ondan Amerikada 3 yil xizmat qilgandan keyin menga ko'chib ketishga qanday qaraysiz deb so'radi. Shuningdan keyin biz Turkiyaga ko'chib keldik. 5 yildan buyon bu yerda Ibn Xaldun universitetida o'qituvchilik qilyapman. Başqalarning bizning tariximiz haqida erişemaydigan nurg'un tarixlarni bilishinglar meni hayron qoldirdi. Amerikaliklarning orasida tariximiz 276-277 yilda qisqa chiqadi. Ammo Turkiyada islom tarixi, islomdan burungi tarix insonni shunchalik hayron qoldirdiki, odam ting'irqab qoladi. Men xristianlikda doim 3 iloh e'tiqodi bilan kurash qilib keldim va u e'tiqod mening o'y fikrlarimga pek mos kelib ketmaydi. Agar yaratquchi hammaga qodir bo'lsa, undaqda nimishqa qudratini inson shaklida namoyon qiladi. Şunun bilan birga inson haqida biz ishondirish uchun inson shaklida isbotlashga muhtoj bo'lg'idek darajada ojizmi deydi. Shuning bilan bu uchlik iloh e'tiqodi meni yaratquchining qanday vaqtda bir ekanligi haqida izlanishimga sabab bo'lgan edi. Allohning faqat bir ekanligi haqida islomda shunchalik qanoatlanarli javoblarga erishdimki, bu meni intayin xursand qiladi. Allohning yana bir kuch bilan birga bo'lishga ehtiyoji yo'q. Alloh yakkigona. Men islom haqida texim ko'p bilimlarga erishishning muhim yo'li kishilik munosabat deb qarayman. Kishilik munosabatda kamtar bo'lish musulmonligimizning namoyandasi, hisobda insonlik vazifamiz. Shuni bilishimiz kerakki, boshqa dindagilarning diqqatini tortoladigan muhim ishlarning biri bo'lsa, bizning yurish turishimiz, boshqalar bilan bo'lgan munosabatimiz, muomalalarimiz, ibodat qilish uslubimiz,
muhimi gündəlik həyatımız və addi iş-hərəkətlər bilan izchil holda davamlaşdırılan ibadətlərimizdir. Mening musulmon bo'lish uchun bosgan tunji qadamim ular bilan kishilik munosabat o'rnatish orqali boshlangan. Onundan keyingi bosqich bo'lsa, shularning ish-harakatlaridan ta'sirlanib, islom haqidagi ilmiy bilimlarni egallash bo'ldi. Kimdan, qayerdan foydalanib islom haqidagi ma'lumotlarga qanday erishdingiz deb so'rasangiz, bu vaqtda menga yana men tanishgan musulmon kishilarning foydasi ko'p bo'lgan. Albatta, oilamning foydasi bo'lgan edi. Gerçi ular mening e'tiqodimga qarshi chiqqan bo'lsa-mu, men ularga har xil dalillar bilan taqobil turdim. Biz odam bolalari bo'lib sifatimiz bilan ho'rilishib ketyapmiz. İzlanmaymiz, har xil narsalar ustida ko'p tafakkur qilmaymiz. Mening texim ko'p izlanishimga ularning mendan so'ragan savollari sabab bo'lgan edi. Men ota-onamning yeniga qaytganda ular 70 yoshlarning qarisini olgan edi. Shuning uchun farzandlarining ular e'tiqod qilgan dindan va urf-odatlardan yiroqlab ketishi ular uchun nihoyat cho'ng yo'qotish hisoblanadi. Shun ular men javob berolmaydigan, kuchim yetmaydigan nihoyat qiyin savollarni so'raydi. Men musulmon bo'lmagan tanishlarim va oilamning mendan so'ragan savollarga qanoatlangulik javob berish uchun islom haqida texim ko'p bilimlarni egallashimga ularni sabab bo'ldi deb qarayman. İslamdan burun hayotingizda o'tkazgan biror cho'ng xatolig'ingiz bormi deb so'rasangiz, mencha islomdan ilgirki va keyingi hayotimdagi xatolig'im bo'lsa, faqat harakatimdan bekerak so'zimning ko'pligi desam bo'ladi. Men boshda pek izlanib ketmadim. Men xristian bir universitetga bordim va u yerdagi o'quvchilarning ko'pinchisining turmush uslubi diniy prinsiplarga mos kelmaydi. Shuning uchun din va kundalik hayot o'ttirida xeyli musoba bor edi. Men bu yerda bir kamchilikning borlig'ini his qildim. Ammo keyin islomda diniy prinsiplar bilan kundalik turmushning o'xshash ekanligini tonib yetdim. Islomni qabul qilgandan keyin hayotingizda qanday o'zgarish bo'ldi deb so'rasangiz, buni moddiy va ma'naviy deb ikkiga ayirishga to'g'ri keladi. Allohning biz ko'tarilmaydigan og'ir sinoqlar bilan sidimaydiganligi haqida kelgan hadisdagi sabr tavsiyasi qiyin kunlarni boshdan kechirayotganda qaddimizni tik tutishimizga turtki bo'ladi. Mundaq chiqib aytganda, sabr va chidamchanlik tarafidan qaraydigan bo'lsak, islom nihoyat mantiqliq bir din. Musulmon yaşamaydigan dunyoda bilim va logikadan yiroq bir din yoki dindan nihoyat yiroq bo'lgan logika va bilim bor bo'ladi. Shuning uchun bularning hech qaysi bir-biriga to'g'ri kelmaydi. Ammo islomda bo'lsa, ilmmi bor, logikami bor. Men yo'ldishimga islomga kirdiganligimni aytgan vaqtida, u menga o'zi fransiyalik, keyin hidoyat topgan bir yozuvchi tarafidan yozilgan Bilimde Qur'on va Injil nomli kitobdan bir o'rnakni keltirib, mundaq degan edi. Kitobda bolaning yoritilishini bir tomchi suv bilan boshlab, suv quyuqlashtirilgandan keyin qanday bo'lib so'nggi qo'shilganligidan tortib tushuntirilgan. Bu vaqt Qur'on necha 100 yil burun xabar bergan bo'lsa-mu, tadqiqotchi olimlarning buni bilganiga texi 150 yil bo'ldi. Bu jarayonning qanday vujudga chiqarilganligi Qur'onda aniq tilga ilingan. Bu bilim Allah Taala bergandila nisib bo'ladi. Bu bizlarga Qur'onda bildirilgan. Agar siz faqat bilim bilan logikani izlayotgan bo'lsangiz, mana bilim va din ikkisi bir yerda, logika va ulug'iyat bir yerda. Buni aniq bilishingiz kerak. Islomga kirishdan burun islom va musulmonlar haqidagi ko'z qarashingiz qanday edi deb so'rasangiz, yosh vaqtlarimda haqiqatan foydalanadigan hech qanday bir manba yo'q edi. Malcolm Leksiyasining tarjima holini o'qishim mening tunji qitim islom haqida ozroq bilimga ega bo'lishim hisoblanadi. Ammo bu ta'sirli bir hikoyaga o'xshaydi. Odamni o'ziga jalb qiladigan bir hikoyaga. Bizning irqiy masalalarimiz yo'q edi. Yoki bo'lsa-mu men tushunmaydim. Taxminan 1972-yillar edi. U vaqtlarda men kichik edim va dunyo haqida bir narsa bilmaydim. Kichik bir shaharning 500 kishilik yezidagi bir sahroli qiz edim. Yana musulmonlar haqida hech narsa bilmaydim. Men islom haqidagi ma'lumotlarga ikkinchi qatim oliy maktabdagi vaqtimda yerlik Amerika va Afrikalik musulmonlar orqali erishgan bo'ldim. Shuning bilan men ularning siz bizga o'xshash inson ekanligini tunib yetdim. Ularning bizga o'xshash his tuyg'u, o'xshash andisha va qo'rqinchlar bor edi. Islomga kirgandan keyin oilangiz va atrofingizdagilarning sizga bo'lgan ko'z qarashi qanday bo'ldi deb so'rasangiz, yaqinlarim bak hayron qoldi.
Ular menga nimaning ta'sir qilganligini tushunolmadi. Faqat meni to'y qilib fikr o'zgarib ketdi deb o'ylashdi. Bu ularning odatda ayollarning dinini o'zgartganda beriladigan normal inkoslar edi. Ammo oilam nihoyat andishlangan edi. Ular menga nurg'un hidoyat topquchilarning oilasidagilarda qilgan muomalani qilmadi. Meni o'zlaridan tazdirib etmadi. Menga chiroyli muomala qildi. Lekin bu mezgil yana men uchun huduqish ichida o'tgan edi. Men ularning yeniga qaytganimda ular 70 ning qarisini olgan edi. Meni tushunish qiyin edi. Men ularga sizlarga yolg'on aytmaslikni, duo qilishni, rostchil va kamtar bo'lishni o'rgatdinglar. İslamni hammadan bek bularga ahamiyat berdi. Yakshanba chirkovga berishning, chorshanba Injil o'qishning o'rniga kunda 5 vaqt namoz o'qiyman. Sizlarga rostchil bo'laman. İslam mening shunday qilishimni talab qildi, deyish orqali ularning qizini yo'qotib qo'ymaganligini his qildirishga tirishdim. Ular farzandlarining qalbini tushunadigan ota-onalar edi. Ularning bunday bo'lishining menga foydasi bo'ldi. Nurg'un insonlar mendan ota-onamning islomga kirib kirmaganligi haqida so'rashdi. Ular vafot bo'ldi. Ammo men ularning shahodat keltirib keltirmaganligini bilmayman. Ammo ular chirkovga berishni to'xtatgan edi. Hayotining oxirida dadam doktorxonada xristianlarning ularga xizmat qilishiga ruxsat bermagan edi. Anam vafot bo'lishdan burun musulmonlardek dafn qilinishini xohlaydiganligini aytgan edi. Nihoyat oddiy, garim qilinmagan, chiroyli kiyim kiydirilmagan amerikaliklardek dafn murosimi o'tkazmay dafn qilindi. Anam Allohning bandasini tuproqdan yaratganiga shaksiz ishonib, shu tuproqqa dafn qilinishini xohladi. Ömrünün oxirgi minutlarına qadar anam bilan birga edim. O vaqtlarda Amerikada yashaydim. Qo'limdan kelishicha Qur'on o'qib, uning haqida duo qildim. Men uningdan Allohning birligini qabul qilib qilmaganlik haqida so'rag'animda javob bermagan edi. Qalblarni bilguvchi va eng oddiy shaklda hukm chiqarguvchi Allohdir. Allah'tan ata-onamni meni yaxshi tarbiyalab cho'ng qilganligi uchun bo'lsa-mu, dargohida qabul qilishini tilayman. İslamdan xabar tepib, texi musulmon bo'lmagan kishilarga nimalarni tavsiya qilasiz deb so'rasangiz, agar ular haqiqatan islom haqida izlanishga tirishgan bo'lsa, foydalanadigan nurg'un materiallar bor. Yusuf Alining qilgan Qur'on tarjimasini o'qib chiqishini tavsiya qilaman. U Injilning King James qismiga o'xshib ketadi. Ammo onundan başqa yana nurg'un tarjima qilingan materiallar bor. Masalan, ikki dinni bir-biriga selishtirib yozilgan To'g'ri markaz islom nomli kitob islomni tushunish uchun nihoyat yaxshi kitob. Darvaqa kishilar nurg'un qiyinchiliklarga Qur'onning tarjimasidan javob topa oladi. Ammo Qur'ondagi haqiqatni ko'rishni xohlamaydiganlar Qur'on bilan boshqa kitoblarni selishtirib baxmaydi. İki dinning o'rtasidagi farqni selishtirmay turib, Qur'onni qarsig'il o'qish odamni bearam qilib qo'yishi mumkin. Agar ular Qur'onni tushunib o'qishni xohlasa, uningdan tunji bo'lib oladigan savoqning Allohning rahmatining g'azabidan ustun turadiganligini bilish bo'ladi deb qarayman. Ko'rib turayotganimizdek, Yevropa davlatlarining islomga bo'lgan o'chmanligi va xato ko'z qarashlari islomning sha'niga dog' keltirdi. Ammo Qur'onning tarjimasini o'qiganingizda uning haqiqatan sevgi, muhabbat, ittifoqlik va qarindoshlikni kuchaytirishga dalolat qiladigan bir din ekanligini tushunib yetalaysiz. Shuning uchun bu haqiqatni yashirib, xato ko'z qarashlarni o'ttirg'a qo'yib, kallangizni qaymoqtiradigan insonlar bilan munozirlashishning o'rniga islomni haqiqiy tushunish uchun ikki dinni selishtirma qilib yozilgan materiallardan bakrak foydalanishingizni tavsiya qilaman.